Assalomu alaykum. Mana bugun biz Ko'ksar savdo majmuamizdan bog'lashgan yangiliklar va eski tovarlarimizni narx-navolarni bir qatorlik do'lash tushayotgani hisobiga bir qator hammalarga aytib o'tib ketamiz. Xudo xolasa bugun kelgan asosan kelganimiz tashqarida Mahmudjon. Tashqarida tovarimiz bor. Bugun asosan sotilayotgan tovarlarimizni bir qator ko'rsatib o'tib ketaveramiz. Endi iloji bo'lsa narx-navolar bilan tanishtirib. Mahmudjon 3,5 ga 11 lik berayotganimiz 90 ming so'm qilib beryapmiz. 3,5 ga 14 berayotganimiz bor. Xo'p, buni 3,5 ga 14 da hozirgi kunda 115 ming so'mdan chiqarib beryapmiz. 6 metr uzuni. Bu Xivayno paroda. Yel bilan sasna bo'ladi. Ikkosi bir xil sortda bo'ladi. Yel ham bor, sasna ham bor. Xudo xolasa 4 ga 14 mana strapli mahsulotimiz mana. Xo'p, bu quruq bo'lmaydi, ho'l bo'ladi Mahmudjon. Razmeri xo'p 308 ga 14 beramiz. Uzuni 6 metr 100% sasna materialimiz bo'ladi mana. Nami bor buni? Bu ko'kargani ho'lligini hisobiga sal cho'kroq turadi. Xo'p, bular hozirgi kunda berayotgan narximiz 142 ming so'm qilib beryapmiz. Keyin 3,5 ga 14 likmiz, yana bir qator aytib o'tib ketaveramiz. 115 ming so'mdan. Endi buni mana razmerda so'rayotgan odam akalarimiz ham borda, asli hisobiga sal qariroq razmerni olib kelib qo'yganmiz. Bu 4 ga 14 deyiladi, bunisi 35 ga 14 deyiladi. 142 ming so'mga 115 ming so'm. Bunisi o'rtada xo'p, yel bilan xo'p sasna bo'ladi. Ya'ni archa bilan sasna material aralashgan. Xivayno paroda bo'ladi. Ashlar 115 ming so'm beryapmiz. Bunisini 142 ming so'm beryapmiz. Endi 14 lik mahsulotimizdan ko'proq. Bu ham 14 lik, mana bunisi orqa bo'yida ham 14 likimiz bor. Keyin mana u 6 metrlik 11 lik mahsulotimiz, 11 ga 3,5, bular 90 ming so'm qilib beryapmiz. Mana bu joyda sasnamiz bor, 6 metrlik kelgan. Bu tashqariga tushirganmiz. Kecha kuni poltaxtalar ham yangilik shekilli. Poltaxtalar hozir hammasi buni ham syomka qilib beraverasiz chiroyli qilib. Mana bruslar ko'rsataylik birinchi bo'lib. Bu hunarmandchi akalarimizga, so'rchi akalarimizga asosan layga sarroq qilib ishlatsa ham bo'laveradi. Razmerini 85 ga 13,5 beramiz. Uzuni 6 metr 100% sasna bu. Sasna materialimiz. Bular hozirgi kunda chiqayotgan narxi 310 ming so'm qilib berdik. 310 ming so'm. 310 ming so'm. Mana yerda 74 ming so'mdan 2,5 ga 14 likimiz bor. 2,5 ga 14. Uzuni 6 metr 100% sasna materialimiz. Bu asosan o'zi aslida poli razmeri. Buni endi har qayerga ishlatsiz bo'laveradi. Chunki to'g'ri kelib ketaveradi. Ishlayveradigan materialimiz. Bu hozir ho'l. Shu jabas ho'l taxta bo'ladi. Shuning uchun bular hozirgi kunda chiqayotgan narxi 75 ming so'm. Keyin bu yerda Mahmudjon, kechirasiz, to'xtab turing. Mana 95 ming so'm chiqadi. Ha. 95 ming so'm adashib ketdi. Adashmovchiliklar bo'lib turadi. Mana unisi 3,5 ga 9 likimiz. 75 ming so'm chiqadi. 75 ming. Bu 3,5 ga 9 to'liq 6 metrli lagali strapli mahsulotimiz. Keyin bu yerda sizga aytganimiz mana 35 ga 14 100% sasna materialimiz. Bundan ko'p edi. Buni kecha kuni Sharxon bilan asaga yetchas akasimiz bo'lib qoldi, chiqarib yubordik. Xo'p, bular 35 ga 14 beramiz. Biz berayotgan razmer 32 ga 13,5 beramiz. To'liq real ko'rsatgan razmeri 3,5 ga 14 bo'ladi. Uzuni 6 metrli 100% sasna materialimiz. Xo'p, bular hozirgi kunda chiqayotgan narxlar buni ham 115 ming so'm qilib yuborganmiz. Bular yangi kelgan yuklar nariga eski bilan narxi bir xil chiqadi. Faqat sortida farqi bor. Yel bilan Xivayno paroda nariga sasna, bu 100% sasna. Bu 100% sasna. Ichkariga kirsak, qolgan ichkarida poltaxtalarimiz chiqqan yangiliklar. Buchi? Bu brus. 14 ga 14 mahsulotimiz bu. Razmeri 14 ga 14 beramiz. Uzun 4 metr 100% sasna materialimiz. Xo'p, bularda hozirgi kunda chiqayotgan narxlarini 365 ming so'mgacha qilib beryapmiz. 365 ming so'm donasi. 365 ming so'm bir donasi. Endi buni asosan buni olgan odamlar yaxshi biladi. Buni ko'proq joyda metrini 100 mingdan berishadi. Shuni hisobiga aytib beramiz. Bu 4 metrli, shunda sizlar arzon beryapsizmi? Bizda arzon chiqyapti. Endi bizda biz endi misol bizdan olib chiqib ketayotganlar rasud qilganini hisobiga ularda 100 ming so'm chiqib qoladi. Mana bu yerda 2 ga 10 lik poytaxtamiz 100% sasna materialdan bo'lgan mana. Holatlari o'ta ideal, a'lo holatda. Xo'p, bular hozirgi kunda chiqayotgan narxlarni 37 ming so'm qilib beryapmiz. 37 ming. Bu yerda Mahmudjon xo'p 13,8 ga 2 likdan chiqqani. Bu shitchidan keyin 12,8 qoladi. Uzun 4 metrli 100% sasna bu ham shu quruq materialimiz. Xo'p, bular hozirgi kunda chiqayotgan narxlarni 51 ming so'm qilib beryapmiz. 51 ming so'm. Ama ideal ekan. Kvadratda shunda aytib o'tib ketaylik, kvadratda 100 ming so'mdan o'tib qoladi. Buniki ham, uniki ham. Hozir endi misol 100 ming pastda chiqayotgan poltaxtalar yo'q. Narxlar oshgan hisobiga. Hozir hammada o'sha standart 100 ming, 100 mingdan 150 minggacha chiqaveradi. Shuni bu qadar aytib o'tib ketaylik. Holatiga qarab. Bizda xudo xolasa 100 ming so'mdan iloji boricha bitkazib beramiz. Rekamiz bor. Mahmudjon, rekamizni aytib o'tib ketaylik. 21 ga 4 lik. Uzun 4 metrli Xivayno paroda bu ham. Yel bilan sasna bor. Bitta patchada mana 40 metrdan 10 donadan maylangan bo'ladi.
pastgani uchun xudo xolasa yaxshi, anaqali ichida uzug'i, kaltasi, siniqchiligi bo'lmaydi. O'zi ikki qatorli baylangan bo'ladi Ha. ekanmiz. Bular pastgaga 3700 so'mdan qilib beryapmiz. 1700 so'm. Keyin shilipga so'ragan akalarimizga bo'lsa, tunukan tagiga 7 ga 21 lik. Uzun 4 metrlik, bu ham 40 metrdan ikki qator baylangani, bir tomonda 5 ta, bir tomonda 5 ta. Bular hozirgi kunda chiqayotgan narxlari 5800 so'm qilib beryapmiz. 5800 so'm. Keyin mana bu Hamjon razmerini ko'ring. 4,5 ga 21 lik. Nariga boshida ko'rsatgan videoyimizda sal razmeri qalinroq, dadilroq materialimiz. Hop, bular hozirgi kunda chiqayotgan narxlarni 3950 so'mgacha qilib beryapmiz. 3950 so'm. Keyin aytda poytaxtalarimiz yana. Mana sizga aytgan 150 mingga to'xtayapti degan kvadrati mana shu poytaxtamiz bo'ladi. 2,5 ga 10 likdan chiqqani bo'ladi. Ichidan keyin 9 qoladi. Bular hozirgi kunda chiqayotgan bir dona narxi 50 ming so'mdan qilib beryapmiz. 50 ming. Bu listivakmi? Yo, bu 100% sasna. 100% Bu ham sasna, mana bu ham sasna. Bu 2 ga 11 ligidan chiqqan bo'ladi mana. 2 ga qalin 2 ga 11 likdan chiqqan bo'ladi. Ichidan keyin 10 qoladi. Xo'p, bular hozirgi kunda chiqayotgan narxlarni 41 ming so'm qilib beryapmiz. 41 ming. Keyin 4 metrli shipirga so'ragan akalarimiz bo'lsa mana 3,5 ga 4,5 bo'ladi. Uzuni 4 metrli havoyniy paroda bu ham. Sasna bilan yel bo'ladi. Amazon bitta patchada bu mana o'zi 6 tali 24 metr qilib. To'rtta tomonini ko'rib olaverasizlar. To'rt tomoni ochiq mana. Hali ekani ichi xudo xolasa padarkasi bo'lmaydi, yaxshi. Bular hozirgi kunda chiqayotgan narxlari 6300 so'm qilib beryapmiz. 6300 so'm. 6300 so'mdan qilib beryapmiz. Keyin 6 metrlik so'rayotgan akalarimizga bo'lsa 6 metrligi ham bor. 6 metrlikda xo'p, bir xil tunikaga ishlatadigan rekamiz bor, ikki xil shipir rekamiz bor. Mana bu tunikani rekasi mana. Mana razmeri 7 ga 201 lik bo'ladi. Bu ham 6 metrlik. Buni hozirgi kunda chiqayotgan narxlari 6,5 ming so'm qilib beryapmiz. 6,5. Bitta patchada 36 metr bo'ladi, 6 talik baylangan bo'ladi. 6 tali. Mana unisi 5,5 ga 3,5 rekamiz. Mana shipir rekamiz bu. Mana razmeri 5,5 ga 3,5 bo'ladi. Mana to'rala tomoni Mahmudjon ko'rsatuvning bemalol ochiq. Reka xudo xolasa ichiga javob beramiz bemalol. Xo'p, bu 100% sasnadan chiqqan materialimiz. Buni hozirgi kunda chiqayotgan narxlarni 8200 so'm aytib 7900 so'mgacha tushib beryapmiz. Endi ko'proq olinayotgan obyektlar bo'ladigan bo'lsa. Mana unisi xo'p 3,5 ga 4,5 dan chiqqan razmerimiz. Xo'p, buni hozirgi kunda chiqayotgan narxlari 7200 so'm aytib 6900 so'm, 6800 so'mgacha ishlanib bitkizib. Xudo xolasa endi ekran pastga nomerlarimiz qo'yib qo'yamiz Mahmudjon. Iloji boricha aloqaga chiqishaveradi. Tushunmagan joylari bo'lsa, yana telefon iloji boricha tushuntirib berishga harakat qilamiz. Lagatchamiz biladiganlarga bemalol kelishaveradi. Lagatchamiz tushunmaganlarga xudo xolasa aloqaga chiqsin. Qo'yani yana lagatcha ham tashlab beramiz. Qo'yani telefonda tushuntirib berishga harakat qilamiz. Aka, vaqtingizni oldim. Salomat bo'ling. Vaqtingizga rozi bo'ling, Rahmat sizga, sog' sog' bo'ling. bo'ling.